Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli va Kaliforniya yomg'ir chuvalchang muxlislari. Mana bugun kliyentlarimizga begomislarimizni xaltalab upakovka holatga keltirib beramiz. Inshaalloh kliyentlarimiz chiqqan. Endi o'ta sifatli 100% chuvalchani o'tgan begomislarimizni kliyentlarimizga xaltalab joylab beramiz. O'ta sifatli 5 yillik elakda elangan. Yani qiziquvchi o'rtoqlar o'zlari bilan juda sifatli chiqqan begomisimiz. Begomis biznesiga, Kaliforniya chuvalchang biznesiga qiziqayotgan o'rtoqlar ekranda nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunday sifatli begomislarni qanday tayyorlanadi, chuvalchanglarni qanday ko'paytiriladi, sirlarini o'rgatib o'tamiz. Videodan uzoqlashmaylar. Mana shunday o'ta sifatli begomislar qanday necha oyda taq bo'ladi, chuvalchanglarimiz necha oyda ko'payadi, ana shunday sirlarni o'rgatib o'tamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalar bosib qo'yamiz. Videomiz keng tarqalishi o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Mana shunday sifatli begomislarni qanday yetishtirish sirlarini o'rgatamiz. Mana bu yerda zapas go'nglar qilib qo'yibmiz inshaalloh. Zapas go'nglarni chuvalchanglarimizga berib, mana shunday begomislarni tayyorlab elimizga, dehqonlarimizga yetkazib beramiz. E'tibor